Assalomu alaykum, Qirg'izistonlik akalar. Mana sizlarga zo'r variant topib qo'ydim. 2019-yil BMW 520 dizel. Mana shu yerda ozgina udari bor. Farasi bilan baferni topib qo'yganmiz. Buni beskraska chiqarsa ham bo'ladi. Kraskasi ko'chmagan, ichiga ham o'tmagan. Mashinamiz motor, korobka holati o'ta tiniq. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni $13,900 deyapmiz. Salon holatlari o'ta tiniq. Luklari bor. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yurgizib ko'rsataman. Atigi 50,000 kilometr yurgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh eksport qilib beramiz. Mashinamiz aytgancha orqa tomonida ham ozgina ishi bor. Mana shu yerda. Pastda nomerlar qoldiraman, telefon qilaverasizlar.